Assalomu alaykum quyonchilar. Bugun biz sizlar bilan Burgundiya quyoni haqida gaplashamiz. O'zimiz bilgan barcha ma'lumotlarni shu videoda sizlarga yetkazamiz inshaalloh. Burgundiya quyoni qachon va qayerda kelib chiqqan? 1914-yili Fransiyaning Burgundiya tumanida seleksionerlarni qattiq mehnati o'laroq dunyo yuzini ko'rgan zotlardan biri. Seleksionerlar bu zotni chiqarish uchun asos qilib ikki zotni tanlab olishgan. Ulardan biri Yangi Zelandiya qizil quyoni, biz bu quyonni NZK ham deb ataymiz, qisqartirib. Ikkinchisi Kaliforniya quyoni, AQShlik. Shu ikki quyon Burgundiya zotini asosi sifatida ko'riladi va aytiladi. Seleksiyada boshqa zotdagi quyonlar ham qatnashgan, misol uchun Flandr ham qatnashgan, lekin u asos emas. Bu quyonni shu holga keltirishda juda qattiq jonbozlik ko'rsatgan seleksionerlardan biri Arnold Rayland degan odam. Oki alohida rahmat deb qo'yamiz, bizga shunday chiroyli bir go'zal quyonni taqdim qildi, ustida ishladi, mehnat qildi, sabr qildi va natijasi o'zingiz ko'rib turganingizdek. Rasmiy nomini esa 1928-yili oldi. Burgundiya nomi o'sha tumandan kelib chiqqan.